har kim o'zini ishini belgilaydi. Birovning ishini belgilay olmaydi. Ko'proq ham ishlay olmaydi, kamroq ham ishlay olmaydi. Assalomu alaykum. Ko'pchilik biladi, biz tikuvchilik sohasidan qariyb men o'zim 10 yildan oshiqman va shu 10 yil davomida aksariyat vaqtim tizimlashtirishga ketardi. Va har safar o'ylardim, qanaqa qilib tizimlashtirsa bo'lardi, chunki tizimda yo'q edi u paytda. Bir tizim o'zi qo'l bola qilib yasalgan, ya'ni programmist yasagan tizim bor ekan. Va u tizimni qimmatligiga qaramasdan biz oldik. O'zi shu paytda endi 30 ta odam ishlayotdi korxonamizda. Shu bilan ishlab kelyotdik shu kungacha. Va undan oldin bot yasaganmiz, undan oldin o'sha Excel, daftar hammada qanaqa bo'lsa, bizda ham shunaqa edi. Va har safar bizda muammo bo'lardi, ya'ni tikuvchi yoki ma'lum bir ish qiladigan xodimimiz ishlaydi, oy oxirida ko'proq oylik tasavvurida bo'ladi. Ya'ni men ko'proq ishlaganman, chunki aniq hisob-kitob yo'q edi. Uni daftarida ham bizda bo'lardi aniq hisob-kitob, ya'ni shu Excelda boshqasida ko'rsatardik, mana seni ishlagan puling. Yo'q dedi, men palon ishlaganman, piston ishlaganman deb. O'sha bu yerda ko'pincha psixologik anaqa ketyapti, chunki har bitta odam o'zini qilgan ishini ko'proq deb o'ylaydi. Vaholanki unaqa emas. Shuni bir o'ylardimki, o'sha paytda qaniydi o'sha bizda yozilgan narsa ularda ham ko'rinsa edi deb yurardik. Va nihoyat Allohga shukr, shu kunlarga yetdik, tizim ishlab chiqdik. Administratorda ham, xodimda ham telefonida ko'rinadi hamma narsa. Hamma narsa ochiq, oydin, shaffof tizim bo'ldi. Ya'ni ish pay qiladimi yoki soat pay qiladimi xodimingiz, hamma narsa nazoratda bo'ladi. Masalan, ish payiga keladigan bo'lsak, tikuvchilik sohasida masalan bitta narsa bichildi, 2-3 ta razmeri bor va donasi, rangi bor. Ularni hammasini tizimga kiritasiz. Har bitta razmerni, rangini kiritib va u partiya shakliga keladi. Masalan, 3 ta razmer bo'lsa, 3 ta partiya bo'ladi. O'sha 3 ta partiya bo'yicha siz ishchilaringizga, xodimlaringizga berasiz. Ularning telefonida ham xuddi shu partiyalar ko'rinadi. O'sha partiyani tanlab oladida, "Men shu narsani tikdim" deydi. Ya'ni bosadi knopkani va hammada ko'rinadi, shu bu odam o'sha haligi partiyani tikkan. Va har kim o'zini ishini belgilaydi. Birovning ishini belgilay olmaydi. Ko'proq ham ishlay olmaydi, kamroq ham ishlay olmaydi. Hammasi tizim ochiq oydin qilib beradi va hisob-kitobda esa hammasi Excelda, har xil otchetlar bor. Yana ko'p narsalar bor. Agar qiziqqanlar bo'lsa, menga yozinglar yoki men hozir silkasini ham berib qo'yaman, tashlab qo'yaman.